Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi foydali bo'ladi deb umid qilgan videomiz dush qabul qilishda qaysi dush sizga ko'proq yordam beradi, qaysi mahalda? Kechqurungi mahalda olinadigan dush yoki ertalabki olinadigan dush va energiya beradigan dush haqida ham ma'lumotlar beramiz. Hop, birinchisi, kechqurunga olinadigan dushda qilinadigan xatolar. Kechqurun havo juda isib ketganda muzday dush olsam toza yaxshi bo'ladi deb o'ylashadi. Bu xato. Kechqurun nisbatan issiqroq dush qabul qilasiz. Shunda sizni tanangiz qiziydi, lekin tashqariga chiqqaningizda tashqaridagi havo sizga nisbatan salqinroq tuyuladi va qon tomirlar kengayib, uyqu normal holatda bo'ladi. Uyqu albatta energiya olishlik uchun juda ham muhimdir. Ertalabki dushga keladigan bo'lsak, ertalabki nisbatan sovuqroq dush bo'lgani yaxshi. Kunduzgi paytda havo issiqligida odam o'sha qon tomirlarini torayib, energetichniy bo'lishligi uchun ertalabki dush sovuqroq holatda bo'lgani yaxshi. Endi kontrastniy dush degani bor, issiq sovuq qilinadigan dush. Bu issiq sovuq qilinadigan dush oldiniga issiq suv bilan boshlanadi, keyin sovuq suv bilan tugatiladi. Issiq suv tanangiz qizib turganda, orqasidan sovuq suvli dush tushganda bir seskanib olinadi. Seskanib olinganda miyada neyronlar juda ham yaxshi ishlab ketadi va bu keyingi holatlarda sizga juda ham yaxshi yordam beradi. Kun mobaynida yaxshi yordam beradi.